Prezident Obama, emdikilik şeyimizin mavzusu, Prezident Obama Avrupada yer şarılışını akladı. Mavzulu haber 11. ayının 18. günü Amerika avazının Xitay tili programması ilan kılın. Haber mındak başlandı. Haftanın 4. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının Prezidenti Obama ittifaqlıqni hamkorlikni davomlashtirish usulini elib, Yevropaning merkezi Germaniyaga yetib kelib, Prezident Obama Germaniya va barliq Yevropa fuqarolariga ta'kidlab, Amerika dunyoning ishlariga davomli qatnashadi deb ko'rsatdi. Demek davamlı qatnashadi degan gap Amerika dunyoning ishlariga davomli aralashadi deb ko'rsatdi. Kuzat kuchlar mundaq hisobladi. Millatchilar harakati borgan sari kuchayayotgan Yevropada, diqqat vatandoshim. Millatchilarning harakati borgan sari kuchayayotgan Yevropada, Germaniyaning vaziri Merkel Yevropada eng muhim liberalistlarning ovoziga aylandi. Yevropada bir tarafda millatchilik gavdalanyapti, hadab taraqqiy qilyapti, o'rlayapti deydi. Ayni chaqda 19-asrda millatchilik Yevropadan boshlangan edi, bugun 21-asrning boshlarida hozir Yevropada millatchilik o'rlayapti deydi. Dal Yevropada hozir liberalizmning ovozi va sadosi bo'lib qolgan kishi Germaniyaning vaziri Merkel xonimdir. Prezident Obama vazifa o'tash muddatining eng oxirgi kunlarida Germaniyaga yetib keldi. Bu prezidentning Germaniyaga 6-cı qatam kelishi edi. Haftaning 3-cü günü Germaniyaga kelishdan burun Prezident Obama kuchli signal tarqatib, Amerika davomli Yevropa bilan hamkorlashadi va Yevropaning ishlariga aralashadi deb qayta ta'kidladi. Prezident Obama Germaniyaga yetib kelishdan burun vazir Merkel xonim Savdo haftalik jurnalida maqola e'lon qilib, maqolada mundaq ko'rsatdi. Dunyo yer sharilishdan burun qiyofatiga qaytib ketmaydi. Maqola yana mundaq ko'rsatildi. Demokratiya, adolat va erkinlik bu xil ruh bizning iqtisodni g'alaba qilishimizning asosidir. Sanoatimiz uchun, xalqimiz uchun va yer shari jamiyati uchun hamkorligimizni kengaytishimiz ve cho'nqurlashtirishimiz kerak. Prezident Trump saylam raqobati jarayonida NATO tashkilotining muhimligidan gumon qilib, Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqish qarorini madiyatlagan. Vazir Merkel xonimning ko'plagan ko'chmanlarni bo'libmi, bir qism musulmon ko'chmanlarni Yevropaga qabul qilish siyosatini tanqidlagan. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Vazir Merkelning Yevropa ittifoqi a'zo davlatlarga ko'chmanlarni o'rinlashtirish o'lchimi to'g'risida chaqiriq qilganligi butun Yevropada, jumladan Germaniyaning ichki qismida millatchilik harakatining qo'zg'alishiga rag'bat ato qilib, Angliyaning Yevropadan chekinib chiqishida muhim bir omil bo'lib qolgan edi. Demek bu xabar nima deyildi? Yevropada ko'chmanlarni Merkel xonimning Germaniya qabul qilishi oqibatda Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqib ketishini paydo qildi. Shundaqla hozirgi Yevropada millatchilik kayfiyatining o'rilishini keltirib chiqardi. Haftaning 3-cü günü Prezident Obama Berlinga yetib kelib, Germaniyaning vaziri Merkel bilan suhbat o'tkazdi. Ikki rahbar haftaning 4-cü günü yana uchrashdi. Hozir Xitoy torbiyatlarida yer sharilishga qarshi Prezident Trumpning siyosati bo'lib qolamdi degan so'zlar qaynab ketdi. Dal shundaq vaqtda deyli, Prezident Obama Germaniyaga berib Merkel xonim bilan ko'rishib, yuqoridagi bayonot e'lon qilib, Amerika dunyoning ishlariga davomli aralashadi dedi. Merkel xonim nima dedi? Biz yer sharilishga qarshi turib, yer sharilishdan burungi dunyoning qiyofatini asliga keltirmaymiz dedi. Mənim də iki devlet rəhbəri hazırki Xitayların torbiyatlarda qaynayotgan sözlərə cavab vergəndəklə, bugün bu iki sözünü, iki noktada, iki cümle sözünü ortaya çıxardı.